1,5 millionlik baygimalarni 680 million qilib berayotgani rostmi Aziz? Assalomu alaykum. Albatta rost. Keling aka. Yo, klient chaqirish maqsadidami? Yo'q, mana ko'rishinglar mumkin. Narxiga yarasha 1,5 millionlik bagimalar, tagida bargili, juda bejirim qilib ishlangan, sifati zo'r. 8 ta 2 ta bo'ladi. Bular 1,5 millionlik bagimalar katta skidkada, biz 50% dan ham katta skidkada 680 ming so'm qo'yganmiz. Tez manzilda, 12 talisi. 12 ta tez manzil tushuntirib o'tay. Abu Saxiy Chinni bozori o'sha arkadan shunday kirishda. Mana 108-do'kon 3-qatorda. Yana nima yangiliklaringiz bor? Xo'p, Mina firma Chinni idishlarda bilasizlar, Chinni idishlarning originali bu Mina bo'ladi. Mina Chinni idishlarda mana bunaqa yangi rasvetkadagi, turbuchi tarinkadagi chinnilarimiz kelgan. Mana bunaqa dumaloq high-tech variantlar ham kelgan. Bemalol aloqaga chiqib bo'ladi. Chiroyli cho'tki narxlarda qilib beramiz. Uni ustiga do'stlar, har bitta olgan klientni ism-sharif, familiyasini shunday qoldirib qo'yar ekanda, qanaqa yutib qo'ygansiz endi? Hop, bizda katta konkurs ketyapti. Har 30 kunda pramo efirda konkurs g'oliblarni aniqlaymiz. 10 ta sovg'alarimiz bor. Har 30 kunda sovg'alar topshiramiz. Bizdan tovar sotib olgan klientlarimizga mana bunaqa qog'ozlarda o'zligini ism familiyaligini yozishadi, barabanga solishadi. Pramo efirda konkursda g'oliblarni aniqlaymiz. Katta yutuqlarimiz 42 talik televizorlar, plisozlar, mikrovalnov pechlar, yana har xil mayda-chuyda sovg'alarimiz bor. Xullas, kelib oladigan joyi. Kelaverasizlar bo'lmasa, sog' bo'lasizlar.